Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchangizni Qurbon hayiti bayrami bilan muborakbod etamiz. Joriy yilning 6-iyun kuni Qurbon hayiti bayrami yurtimizda keng nishonlanishi belgilangan. Bayramni munosib o'tkazish maqsadida viloyat, shahar va tuman hokimliklarida ishchi guruhlar tashkil etilgan bo'lib, Sanepid qo'mita Samarqand viloyat boshqarmasidan ham tegishli mutaxassislar ajratilgan. Qurbon hayiti namozi oldidan viloyatimizdagi barcha namoz o'qiladigan jome masjidlar, bayram tadbirlari, xalq sayllari va yarmarkalar o'tkaziladigan joylar va savdo nuqtalarida profilaktik dezinseksiya va deratizatsiya tadbirlari o'tkazildi. Ichki ishlar organlari va soliq idoralari bilan hamkorlikda bayram tadbirlari, xalq sayllari o'tkaziladigan joylarda tashkil etilgan yarmarkalar va umumiy ovqatlanish shoxobchalari tomonidan xavfsizligi kafolatlanmagan uy sharoitlarida tayyorlangan konservalar, salatlar, tez buziluvchi va kremli qandolat mahsulotlari bilan savdo qilish qat'iyan man qilinganligi bo'yicha profilaktik targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Hurmatli samarqandliklar, shahrimiz mehmonlari, bayram tantanalarida tayyorlanadigan ovqatlarning sifati, ularni tayyorlash va saqlash sharoitlariga alohida e'tibor berish lozim. Taom tayyorlashda ishtirok etayotgan har bir fuqaroni toza va pokiza ishlashini, unda sifat kafolatlangan masalliqlardan foydalanish talab etiladi. Sanitariya gigiyena talablariga rioya etmaslik, bilib-bilmasdan sifatsiz mahsulotlarni ishlatish og'ir guruhli zaharlanishga, hatto fojiaga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois savdo yarmarkalari va bozorlardan xarid qilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari sifatiga, xavfsizligiga, yaroqlilik muddatiga e'tiborli bo'lish lozim. Eng avvalo shaxsiy gigiyena qoidalariga to'liq rioya etish shart. Shunda o'zingizni, farzandlaringizni va mahalla ahlini salomatligini saqlagan bo'lasiz. Qurbon hayiti barchangizga muborak bo'lsin.